Hurmatli kitobxonlar, bugun sizlarning e'tiboringizga O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin asaridan parcha havola etaman. O'tgan asrning ikkinchi yarmida o'zbek nashri rivojida O'lmas Umarbekovning o'ziga xos o'rni bor. Uning yoshlar hayoti, ma'naviy axloqiy muammolar, insonlarning murakkab munosabatlari haqida yaratilgan roman, qissa va hikoyalari bugungi kunda ham sevib o'qiladigan asarlardir. Adib bolalarning bepoyon orzulari, yoshlarning goh lazzatli, goh iztirobli muhabbati, xiyonati, otalar va bolalar, umuman tuhfa toifadagi insonlar o'rtasidagi munosabatlarni g'oyat chuqur va samimiy tasvirlaydi. Shuning uchun ham adibning asarlari hamon kitobxonlar qalbini rom etib kelmoqda. Hurmatli kitobxonlar, O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.